Gepatit kasaliga chalingan inson ushbu mahsulotni iste'mol qilishni boshlashganidan keyin necha kunda effektini his qilishadi? Xo'p, umumiy organizmga iste'mol qilayotganda va gepatit xastaliklariga iste'mol qilayotganda bir haftada natija sezila boshlaydi. Tanada, ichki organizmdagi organlarda o'zgarishlar sezishni boshlashadi. 45 kun yoki 15 kun ichida oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, mingta virus bor qonda gepatit B deydigan bo'lsa, aynan iste'moldan keyin qayta topshirganda 500 taga tushdi degan holatlar ko'p. Arigado Box mahsulotimiz o'zi asosiy ma'nosi shu shifobaxsh giyohlar to'plami hisoblanadi. Siz va yaqinlaringizda gepatit bormi? Unda bugungi suhbatimiz aynan siz uchun. Bugungi suhbatimizni oliy toifali shifokor Hojimurod Mo'minov bilan olib boramiz. Xush kelibsiz Hojimurod aka. Rahmat. Hojimurod aka, oxirgi kunlarda xabaringiz bor, so'nggi vaqtlarda jigar bilan bog'liq muammolardan aziyat chekib turgan bemorlar soni ko'payib bormoqda. Bu jigar bilan bog'liq kasalliklarni oldini olish uchun yoki bularga chalinmaslik uchun qanday ko'rsatmalar yoki maslahatlar bera olasiz yoki tajribangizda qanaqangi qo'llanmalar bo'lgan? Xo'p, bu juda yaxshi savol, chunki hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda aynan jigar xastaligi bilan aziyat chekayotgan bemorlar soni kundan-kunga oshib bormoqda. Xo'p, aynan bizning o'zimizga, hatto klinikamizga, shu ko'l markazimiz orqali murojaat qilayotganlarda analizlarni ko'radigan bo'lsak, kuniga jigarda yangi kasalliklarni turi ham desak bo'ladi. Misol uchun oddiy mana jigarda yog' bosish holatini o'zidayoq jigar qotish bor, jigar siroz bor degan holatlar juda ko'p holatlar kuzatilyapti. Bu juda noto'g'ri holat. Chunki jigar yog' bosishi bilan jigardagi siroz holati bir-biridan tubdan farq qiladi. Lekin juda ko'p shifokorlar aynan shu holatlarda jigar yog' bossa ham jigaringda qotish bor, jigarda siroz bor deb noto'g'ri tashxislar qo'ya boshlashyapti. Bu mijozlar o'rtasida tushkunlik va boshqa kasalliklarni asorat qilib olib kelish rivojlanib ketyapti hozirgi kunda. Xo'p, jigar kasalliklarining turlariga keladigan bo'lsak, jigar yog' bosish holatlari bor. Bu gepatoz deyiladi fan tilida, keyin gepatosplomegaliya deyishadi, ya'ni jigarda kattalashishi va qora talaqning ishib ketish holatlari va qon orqali yuqayotgan holatda bu jigardagi shu viruslar, ya'ni gepatitlar. Bular B turi, D turi, C turlari hozirgi kunda, A turi asosan yoshlarda bo'lsa, hozirgi sanab o'tayotgan B, D, C turlari aholi orasida juda ko'p tarqalmoqda. Bu asosan gigiyenaga rioya qilmaslik, stomatologiya, sartaroshda shu ehtiyot choralarini ko'rmaganligini hisobiga insonlarda yuqib qolish holatlari hozirgi kunda ko'payib bormoqda. Bu asosan shu jigardagi xastaliklarning turlari va o'zidagi bo'layotgan asosiy muammolarni kundan kunga oshib borayotganligi sabab bo'lmoqda. Buni oldini olishga asosan biz har bitta mijozga aytamiz, ehtiyot chorasi, gigiyena va organik tabiiy bo'lgan mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilish. Bu jigarni ham sog'lom qiladi, ham jigar orqali keladigan asosiy, ya'ni jigarning o'zining kunlik vazifasi 500 dan ziyod funksiyasi bor. Agar biz unga yordam berish uchun asosan organik mahsulotlar iste'mol qilmasak, jigardagi xastaliklar hech qanday kasallik bo'lmasa ham jigarda o'zida yog' bosish holati, mana oddiy aytganimizdek, yog' bosish orqali teri kasalliklari rivojlanib ketishiga sabab bo'lishi. Shuning uchun asosan ehtiyot choralari, gigiyenaga rioya qilishlar va jigarga sog'lom ovqatlarni ko'proq iste'mol qilib turish tavsiya qilinadi hozirgi kunda. Hozir bir qancha turlarini sanab o'tdingiz-ku jigar kasalliklarini. Ayniqsa, men o'zim ham ko'p eshitganman, yog' bosish holati ko'pchilikda uchraydi. Ko'pchilik shu shikoyat bilan kelishadi. Yog' bosish aynan nima sababdan shu kasallikka chalinadi odamlar? Ya'ni turmush tarzidagi aynan bir katta xatolikmi yoki bir ovqatlanish bilan bog'liq narsami bu? Bu ham juda yaxshi savol. Bu birinchi navbatda shu ko'p insonlarda noto'g'ri ovqatlanish asosiy sabab. Nega? Chunki kaloriyasiga boy mahsulotlarni yotishdan oldin iste'mol qilishyapti va dam olishyapti. Bu orqali sekin-sekin organizmda zaharli, ya'ni ortiqcha xolesterinlar to'plana boshlaydi. Bu o'z navbatida jigarda atrofini yog' bosishga olib keladi va oddiy havo yetmagandek, jigarda o'ziga ham havo yetmaslik, ya'ni bu yerdagi gepatatitlar sekin-sekin havo yetmaganligi hisobiga tashqi tarafga belgi bera boshlaydi. Asosiy sabab bo'layotgan narsa bu noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlik, tez-tez asabiylashish holatlari va organizmda bo'layotgan gormonlar buzilishi. Shu asosiy sabablar shu jigar yog' bosishiga. Hojimurod aka, yana bir savol. Ko'pchilik yoshligida yoki umuman hayot mobaynida gepatitga chalinadi. Gepatit haqida aytib o'tdingiz. Buni turlari bor, aytganingizdek A, B, C turlari.
Chalingan insonlar deyarli ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor. Gepatitga chalinganidan keyin hayotini oxirigacha umri mobaynida bu kasal tark etmaydi unda. Ya'ni doim organizmiga salbiy ta'sir qilib turadi degan tushuncha hammada rivojlangan. Bu tushuncha qanchalik to'g'ri? Agar bu to'g'ri bo'lsa, bu kasallikdan maksimal hayot davomida uzoqlashish uchun odam nimalarga e'tibor qaratishi kerak? Asosan shu gepatit kasalliklarining davosi bormi degan savolda bo'lyapti bu. Albatta, juda ko'p xastaliklarga hozirgi kunda davosi yo'q deb hattoki javob berib yuborgan holatlar ham bor. Aynan gepatit viruslarini tozalab yuborish qondan mumkinmi degan savolga albatta mumkin. Nega? Chunki aynan biz o'zimiz shaxsan shifokor sifatida juda ko'p mijozlarda ko'ryapman hozirgi kunda ham. Tabiiy organik mahsulotlardan iste'mol qilib turib, qondagi virus soni kundan kunga pastlab borayotganini kuzatyapmiz. Ya'ni biz asosan analizlarda 1 oy, 2 oydan keyin qayta topshirasiz deymiz. Insonlar bir hafta, 15 kunda shoshilib topshirib beradi. Natija qanaqa bo'lyapti ekan? Organik mahsulot tavsiya qilyapmiz ularga. Uy sharoitida parhezda aynan jigarni sog'lomlashtiruvchi, qonni tozalovchi mahsulotlardan aytib o'tyapmiz. Iste'mol qilgandan keyin 45 kun yoki 15 kun ichida oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, 1000 ta virus bor qonda gepatit B deydigan bo'lsa, aynan iste'moldan keyin qayta topshirganda 500 taga tushdi degan holatlar ko'p hozirgi kunda. Aynan shuning uchun ham qaysidir xastalikka butunlay davo yo'q deyish bu noto'g'ri. Oldin izlanish kerak, organik mahsulotlar bor, tabiiy mahsulotlarda qandaydir o'simliklar aynan bu holatga shifo bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ixlos, birinchi navbatda ixlos qilib organik mahsulotlardan va bu organik mahsulot bo'yicha yaxshi mutaxassislarga murojaat qiladigan bo'lsa, o'zidagi xastalikni butkul davolash ham mumkin hozirgi kunda. Yana bir savol Hojimurod aka, Arigato Box kompleks to'plamimiz xabaringiz bor. Men bilishim bo'yicha hozir jigar kasalligidan aziyat chekib turgan mijozlarda ko'pchiligiga ushbu to'plamni tavsiya qilishyapti. Bu to'plam haqidagi ma'lumot berib o'tsangiz, o'zi bu jigar kasalliklarini qaysi bosqichlarda yordam beradi yoki hali endi turlarini sanab o'tdingiz, jigar kasalliklarini qaysi bir turlariga foydali? Shu mahsulot haqida ma'lumot. Arigato Box mahsulotimiz o'zi asosiy ma'nosi shu shifobaxsh giyohlar to'plami hisoblanadi. Arigato Box'da ko'proq insonlarga, aynan jigar xastaligi bilan aziyat chekayotgan insonlarga sog'lom bo'lsa ham tavsiya qilyapmiz. Nega? Chunki har kuni biz jigarga ziyon yetkazuvchi mahsulot 1% bo'lsa ham iste'mol qilamiz. Bu hammada bor, odatiy holatga kirib qolyapti. Biz mahsulotimizni birinchi navbatda tavsiya qilayotganda fakt asoslari bilan deganda, bunda rastorovsha degan o'simlik qo'shilgan. Har qanday jigar xastaligiga berilayotgan gepatoprotektor mahsulotlarida tarkibida rastorovsha o'simligining slemaniy moddasi bor. Ximikat bo'ladimi, boshqa mahsulot bo'ladimi? Biz Arigato Box mahsuloti buni organik holatda yetishtirilgan rastorovsha o'simligining slemaniy moddalari tarkibida ko'paytirilgan. Bu qondagi virusni yo'qotishda, ya'ni qondagi virusni aytdim, gepatit B, D, C turlarini qondan sekin-sekin kamaytirib yo'qotishga yordam beradi. Va ikkinchidan hozirgi kunda juda ko'p insonlar murojaat qilyapti, jigarimda siroz, ya'ni jigar holati qurish. Bu yerdagi yashayotgan gepatitsit hujayralarimiz asta-sekinlik bilan nobud bo'lib, yarim qismi ishlamayapti degan mijozlarning e'tirozi. Bu mahsulotda sog'lom inson ham, xastalanayotgan inson ham bemalol iste'mol qilishi mumkin. Bu mahsulotlarimiz yana bir yutuq tarafi, yosh jins tanlamaydi. Har qanday yoshda bemalol iste'mol qilish mumkin, hech qanday ziyoni yo'q, faqatgina foydali tarafga o'zgartirish imkoniyatlari bor. Rahmat Hojimurod aka, hozir javobingizdan shuni tushundimki, jigar kasalliklarida har qanday turlari bo'lsa ham istagan turdagi kasallikdan aziyat chekib turgan bemor bu mahsulotni ichsa umumiy jigarni me'yorda ishlashini ta'minlashga xizmat qiladigan mahsulot ekan. Shunaqa. Maslahat o'rnida aytib o'taman, shifokorimiz aytishgandek, gepatitga chalinib, gepatitdan hayoti mobaynida aziyat chekib turgan insonlarga ham bemalol biz Arigato Box kompleksini iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Bu albatta shifokorimiz aytganlaridek. Shifokorimiz javoblaridan hozir shunday xulosaga keldim. Agar sizda ham yoki yaqinlaringizda ham jigar bilan bog'liq kasalliklar yoki aytib o'tishgandek gepatitga chalinish holatlar bo'lgan bo'lsa, hech tushkunlikka tushmang. Arigato Box kompleks mahsulotini iste'mol qiling. Aytib o'tishganidek, bu organik, tabiiy mahsulotlardan tashkil topgan kompleks sizni jigaringizni ijobiy tarafiga o'zgarishiga yordam beradi.
Yana bir savol keldi Hojimurod aka. Gepatit kasalligiga chalingan inson ushbu mahsulotni iste'mol qilishni boshlashganidan keyin necha kunda effektini his qilishadi, ya'ni foyda olishadi? Xo'p, umumiy organizmga iste'mol qilayotganda va gepatit xastaliklariga iste'mol qilayotganda bir haftada natija sezila boshlaydi. Tanada, ichki organizmdagi organlarda o'zgarishlar sezishni boshlashadi. Natijalarini qondagi viruslarni shu PCR yoki jigar holatdagi sirroz holatlarida yoki jigar yog' bosish holatlarida analizlar qiladigan bo'lsa, bular 1 oydan 45 kun davomida qayta analiz topshirib natijalarni solishtirishlari mumkin. Shunda asosiy natija va o'zidagi o'zgarishlarni bilishlari mumkin, xudo xolasa. Hojimurod aka, yana bir savol tug'ildi. Bu albatta hamma uchun ham qiziq. Jigar bilan bog'liq kasalligi bor insonlar bu kasallikni oldindan bilishlari uchun yoki atrofimizda kuzatganmiz, ba'zida kechroq payqashadi kasallik borligini. Bu albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi kech payqashgani. Tanada qanday belgilar kuzatilinsa, darhol shifokorga murojaat qilishlari kerak. Inson aynan jigar xastaligi bilan xastalanayotganda ko'proq jigarda nerv sistema, reflektorlar yo'qligini hisobiga retseptorlar buni bilmasligi mumkin. Lekin tanani o'zida sarg'ayish holatlari bildirubin tarqab ketadi va ko'zda oq joylari sekin-sekin sarg'ayib, ya'ni yuzda dog'lar, yuzda qorayish holatlari sekin-sekin kuzatila boshlaydi va holsizlanish, immunitet tushib ketish holatlari aynan bu jigar xastaligi bor insonlarda ko'proq kuzatiladi. Shu orqali ham biz o'zimizdagi belgilarni sekin-sekin bilishimiz mumkin. Va bu holatlarda tabiiy organik bo'lgan, ayniqsa shu Arigato Box mahsulotlarini ham iste'mol qilib bu kasallikni davolashimiz mumkin, xudo xolasa. Tushunarli. Demak, aytib o'tgan holatlaringiz o'zi insonda kuzatilishni boshlasa, darhol bunga jiddiy e'tibor qaratish kerak, shifokorga murojaat qilish kerak. Aytib o'tganingizdek, tabiiy organik mahsulotlardan iste'molni ko'paytirish kerak. Demak, hozir shunday xulosaga kelyapmiz. Sizda jigaringizda muammo bormi yoki yo'qmi? Buni oldini olish profilaktika maqsadida ham tabiiy organik bo'lgan mana shu Arigato Box mahsulotini iste'mol qilishingiz sizga foyda beradi. Buni sog'lom odam ham kun mobaynida doim iste'mol qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Hojimurod aka, samimiy suhbat uchun tashakkur. Qadrli kuzatuvchilar, agarda sizda ham yoki yaqinlaringizda jigar bilan bog'liq kasalliklar, gepatitga chalinish holatlar kuzatilingan bo'lsa, Arigato Box mahsulotini iste'mol qilishingizni tavsiya beramiz. Bu mahsulot haqida batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bizning mutaxassislarimiz siz bilan albatta bog'lanishadi va sizda kuzatilib turgan muammolar va kasalliklarni batafsil o'rgangan holda bepul konsultatsiya berib borishadi.